aka shu qizni olib ketaylik aka, chiroyligina qiz ekan, istaralikkina, qarang, yuzidan nur yog'iladi-ya. Kallang bormi? Hozir bu qizni olaylik ham deylik, keyin sekin telefon nomerlarini so'raysan, keyin yaxshi ko'rib qolasan, o'zingcha keyin unga uylanmoqchi bo'lasan, keyin uylandik ham deylik, bevafo chiqadi, xiyonatda tutib olasan, xiyonatda, keyin sandan farzandli bo'ladi. Keyin alimentga beradi. Sen aliment bu ahvolda to'laysan. Qamatadi sana, qamatadi. Hayoting qamoqdan chiqish xohlaysanmi? Bu bevafo qizlar-ku, bevafo. Mana men o'rnak bo'lmaymanmi sizga masalan? Men o'tgan yili nima bo'ldi? O'zingiz ko'rdingiz, to'g'rimi? Yo'lda turgan bitta qizga to'xtadim. Shu bilan yana yaxshi ko'rishib qoldik, nomerini oldim. Shu siz yana to'yim bo'lib ketdi. Yana bitta bolali bo'lganman, hozir alimentga berib yuborganman. Ana o'tgan kuni 15 sutkadan chiqdim, o'zingiz kuzatdingiz, to'g'rimi yo'qmi? Shu narsa boshingga tushishni xohlaysanmi? Bular hammasi bevafolar-ku. Voy. Rostdan shunaqami? Menga qarang, Roshonga ketasizlarmi? Hech qayerga ketmaymiz. Bevafo. Haydi aka. Tushunmadim, jinni-pinni bo'lib qolmaganmi bular?